Assalomu alaykum. Muloqot telekanalida Davr axborot informatsion dasturi, dastur taqdimoti bilan studiyada Fayzullo Sultonov. Prezident Shavkat Mirziyoyev 29-fevral kuni Xorazm viloyatiga tashrif buyurdi deya xabar bermoqda Prezident matbuot xizmati. Davlatimiz rahbari dastlab Qoraqalpog'iston Respublikasi Amudaryo tumaniga borib, yangi ko'prikning ochilish marosimida ishtirok etdi. Bu ulkan iqtisodiy va ijtimoiy ahamiyatga ega strategik inshootdir. Prezidentimiz bu haqdagi tashabbusni 2020-yil 13-dekabr kuni Xorazm viloyati faollari bilan uchrashuvda ilgari surgan edi. Shundan so'ng puxta loyiha ishlab chiqilib, katta bunyodkorlik ishlari amalga oshirildi. Davlatimiz rahbari uning qurilishining 2 bor kelib ko'rganligi ma'lum qilingan Prezident matbuot xizmati tomonidan tarqatilayotgan rasmiy xabarda. Bugun Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyati faollari ishtirokidagi yangi ko'prikning tantanali ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Prezident dastlab poyezdda va avtomobilda yurib ko'prik sifatini ko'zdan kechirdi. Jamoatchilik ishtirokidagi yig'ilishda bu loyihaning samaradorligi, aholi hayotidagi ahamiyatini alohida ta'kidladi. Dasturimiz davom etadi. Toshqin suvlari va suv oqimlarini xavf-xatarsiz o'tkazib yuborish, qolaversa qor ko'chish va yer ko'chki hodisalari xavfini kamaytirish bo'yicha Toshqinga qarshi viloyat komissiyasining yig'ilishida berilgan topshiriqlar ijrosi yuzasidan Farg'ona viloyatidagi bir qator hududlarda tayyorgarlik ishlari olib borilmoqda. Hozirgi lavhamiz shu haqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining aholini va hududlarni xavfli gidrometeorologik hodisalar hamda geologik jarayonlar bilan bog'liq favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori ijrosini ta'minlash maqsadida o'tkazilgan tadbirda O'zbekiston tumani Rajabgardi mahalla fuqarolar yig'ini hududidan oqib o'tgan So'x tashlamasoyi hamda Naymansoy o'zanlarini tozalash, qirg'oqlarini mustahkamlash bo'yicha maxsus taktik o'quv mashg'uloti bo'lib o'tdi. O'quv mashg'uloti avvalida birinchi o'quv nuqtasida hududda joylashgan Qo'qon suv taqsimlash inshootida maxsus texnikalar kuch vositalarining saf ko'rigidan o'tkazilib, unda o'quv mashqida belgilangan vazifalarni bajarishga tayyorgarligi ko'rib chiqildi. 1000 metr kub miqdorda daryo o'zanlarining qirg'oqlarida yuvilish holati kuzatilgan. O'shalarni bartaraf etish uchun So'x daryosidagi yig'ilib qolgan gidrozelda yig'ilgan mahsulotlar olib kelib, bu yerda amaliy tadbirlar orqali qirg'oq mustahkamlashga jalb qilingan 12 ta tashish texnikasi va 2 ta yuklash texnikalari orqali
qirg'oqlar mustahkamlab borilmoqda. Shundan so'ng mashg'ulotning ikkinchi o'quv nuqtasida Qo'qon suv taqsimlash inshootining tashlama o'zanini to'planib qolgan qum va loyqadan tozalash, ishchi xodimlar tomonidan esa inshootni joriy ta'mirlash ishlari olib borildi. Uchinchi o'quv nuqtasida So'x tashlama soyining 250 metr qismida o'zanlar tozalandi hamda Naymansoy o'zanlarini 270 metr qismida qirg'oqlar mustahkamlanib, 980 metr kub tuproq, 1360 metr kub qum va shag'allash ishlari olib borildi. Hududlarda olib borilayotgan bu kabi tadbirlardan ko'zlangan asosiy maqsad aholi va hududlarni sodir bo'lishi mumkin bo'lgan tabiiy hamda texnogen tusdagi favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilishdan iboratdir demoqda tadbir tashkilotchilari. Qo'qon shahrida olib qochib ketilgan Matiz rusumli avtomashina pachoqlangan holda topildi. Farg'ona viloyati Ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati tomonidan berilgan ma'lumotlarga ko'ra, joriy yilning 23-fevral kuni Buvayda tumanida yashovchi fuqaroga tegishli Matiz rusumli avtomashina Qo'qon shahar Turon ko'chasida joylashgan kafe oldidan olib qochib ketilgan. Olib borilgan tergovga qadar tekshiruv harakatlari davomida mazkur jinoyatni 2005-yilda tug'ilgan O'zbekiston tumanida yashovchi voyaga yetgan yigitlardan biri sodir etganligi aniqlanib, u ushlangan. Hozirda mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 267-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Hurmatli fuqarolar, avtomashinangiz kalitini ichida qoldirmang. Imkon qadar yoritilgan va kuzatuv kameralari ostiga joylashtiring. Yo'l yoqasiga, ko'cha eshigi oldida tashlab ketmang. Unutmang, har qanday jinoyat albatta fosh etiladi deyilgan Farg'ona viloyati Ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati tomonidan tarqatilgan rasmiy xabarda. O'zbekistonda yashirin iqtisodiyotga qarshi kurashish davlat siyosati darajasigacha ko'tarildi. Sir emas, bu boradagi eng yaxshi targ'ibot vositasi tele va radio kanallar, ijtimoiy tarmoqlar, qolaversa davriy nashrlar hisoblanadi. Yurtdoshlarimiz yashirin iqtisodiyot nima ekanligini biladimi? Bu borada Qo'qon shahrida qanday ishlar amalga oshirilmoqda? Telekanalimiz ijodiy jamoasi aynan mavzuda lavha tayyorlab efirga berishni maqsad qilgan holda bir necha marotaba Qo'qon shahar davlat soliq inspeksiyasiga yozma va og'zaki murojaat qildi. Biroq mas'ullar tomonidan barcha murojaatlarimiz javobsiz qolaverdi. Shu o'rinda yana bir haqli savol tug'iladi. Yashirin iqtisodiyotni targ'ibotidan soliqchilar manfaatdormi? Keling, bu haqda batafsil hozirgi lavhamizni tomosha qilib bilib olasiz. Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar natijasida tadbirkorlik faoliyatlari keng rivojlanib, ishlab chiqarish hajmi oshishi barobarida mamlakatning iqtisodiy o'sishi bilan birga aholining yashash sharoiti ham birmuncha yaxshilanmoqda. Biroq shunga qaramasdan iqtisodiyotda yashirin ishlab chiqarish hamda savdo aylanmalarining saqlanib qolishi tadbirkorlikning rivojlanishiga va sog'lom raqobatiga to'siq bo'lmoqda. Ro'yxatdan o'tmasdan turib faoliyat ko'rsatayotgan tadbirkorlarning haq-huquqlari qonun bilan himoyalanmaydi. Bunda xalqaro milliy qonunchilikda belgilangan minimal talablarga, ya'ni oylik, mehnat ta'tili, mehnat muhofazasi, ish davomiyligi kabi holatlarga rioya etilmaydi. Afsuski, bugungi kunda bunday holatlar hamon uchrab turibdi. Xo'sh, yashirin iqtisodiyot o'zi nima? Yashirin iqtisodiyotning zararlari nimalarda namoyon bo'ladi? Respublikamizda, xususan Qo'qon shahrida yashirin iqtisodiyotni oldini olish borasida qanday ishlar amalga oshirilmoqda? Shu va shu kabi savollarimiz bilan biz ijodiy guruhimiz bilan birga Qo'qon shahar davlat soliq inspeksiyasi binosiga tashrif buyurdik. Va binoning kiraverish qismida bizga o'zini navbatchi administrator deb tanishtirgan xodim ayni vaqtda rahbari yo'qligini aytib, biron bir ma'lumot ayta olmasligini bildirdi. Biz esa savollarimizga javob olish uchun aynan rahbar shart emasligini, idoraning mas'ul vakillaridan birini chaqirib berishini so'radik. U kishi esa rahbarning o'rinbosarlariga telefon qildi va o'rinbosar esa rahbarning biror bir roziligisiz, ruxsatsiz biror bir ma'lumot bera olmasligini bildirib, suhbatni kalta qildi. Ta'jub.
Kishini mulohazaga chorlaydigan holat. O'zimiz soha rahbari bilan bog'lanishga harakat qilib qo'ng'iroq qildik. Afsuski, urinishlarimiz besamar ketdi. Ijodiy guruhimiz bilan tasvirga olish ishlarini yakunlayotgan paytimiz rahbarning o'zi kelib qoldi. Biz ularga tashrifimiz sababini tushuntirdik. U kishi bizni ayni shu yo'nalish bo'yicha mas'ul xodim bilan bog'lab berishini aytdi. Mas'ul xodim esa ayni daqiqalarda bizga intervyu berishga tayyor emasligini bildirib, o'zi biz bilan bog'lanib kunning ikkinchi yarmida aloqaga chiqishini bildirdi. Tabiiyki, mas'ul xodimning biz bilan bog'lanishini kutdik. Afsuski, Qo'qon shahar soliq inspeksiyasi mas'ullari biz bilan bog'lanishni istashmadi. Bugungi kunda respublikamizda yashirin iqtisodiyotga qarshi davlat siyosati darajasida kurash olib borilayotgan mavzu tizimdagi eng dolzarb masalalardan biri bo'lib turgan bir vaqtda mas'ul idora vakillari savollarimizga javob berishdan ochiq qochmoqda. Sir emas. Ko'pchilik oddiy fuqarolarimiz yashirin iqtisod haqida unchalik ham tushunchaga ega emaslar. Ochiq manbalarda yashirin iqtisodiyot bu soliq to'lashdan qochish uchun yoki ma'muriy talablarni bajarmaslik uchun o'z faoliyatini muayyan qismini qonun qoidalariga rioya etmagan holda amalga oshirishdir. Bu kabi muammolarni bartaraf etish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining yashirin iqtisodiyotga qarshi kurashish sohasida davlat nazorati mexanizmlarini takomillashtirish to'g'risidagi farmoni qabul qilindi. Bugungi kundagi eng dolzarb masala bu yashirin iqtisodiyot. Tahlillar xizmatlarida 140 trillion so'm, qurilishda 50 trillion, sanoatda 40 trillion so'm mahsulot soyada qolayotganini ko'rsatdi. Bu orqali yalpi ichki mahsulotga 135 trillion so'm, byudjetga 30 trillion so'm tushum qilsa bo'ladi agar shularni joyiga qo'ysak. Masalan, 27 mingta qurilish korxonasi 41%, 11 mingtasi hisobotida faqat bir nafar ishchisini ko'rsatayotganidan Hidoyatov va hokimlarning har biri xabarlari bormi, buni biladimi? Maktabni 5 milliardga qurayapti, hisobotda bitta ishchisiga oylik beryapti. Vaholanki bu korxonalar o'tgan yili 4 trillion so'mlik qurilishlarni bajargan. Misol uchun Toshkent shahridagi korxona BM Group 3 ta rasmiy ishchi bilan 20 milliard so'mlik 62 ta kvartiralar turar joy obyektini qurib sotgan. Mana haqiqiy ahvol, janob Hidoyatov. Yoki kamida 25 gektardan yeri bor 5 mingta meva sabzavotchilik fermer xo'jaliklari bittadan rasmiy ishchi ro'yxatdan o'tganini Abdurahmonov, G'aniyev va janob hokimlar biladimi yo'qmi? Farmon bilan yashirin iqtisodiyot ko'lamini keskin qisqartirish orqali mamlakatda sog'lom raqobat va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlari etib belgilandi. Qo'qonda esa farmon ijrosini ta'minlash maqsadida qanday ishlar amalga oshirilayotganligi bizga qorong'u. Bunga mas'ul idora vakillari esa rahbarning ruxsatisiz ma'lumot bera olmaydi. Buni ularning o'zlari ham tasdiqladi. Unutmaylik, yashirin iqtisodiyotning har qanday ko'rinishi bu davlat budjeti uchun katta miqyosda yo'qotishlarga olib kelishi mumkin. Biz mavzuga yana qaytamiz. Dunyo sahnada sodir bo'layotgan voqea va hodisalar xorij xabarlari sahifasida. Meksikada eng xavfli vulqonlardan biri Popocatépetl uyg'ondi. Portlash oqibatida 2 kilometr uzoqlikda tutun va kul tarqaldi. Mahalliy hokimiyat sariq signalni e'lon qildi va atrofdagi aholi punktlari aholisini voqea joyiga yaqinlashmaslik va evakuatsiya qilingan taqdirda tayyorlanish haqida ogohlantirdi. Popocatépetl butun mamlakat bo'ylab 46 faol vulqonning eng faoli hisoblanadi. Oxirgi marta 2023-yil noyabr oyida tabiiy hodisa Pueblo xalqaro aeroportining uchish-qo'nish yo'laklaridagi kul va kuyikish tufayli yopilishiga majbur bo'lgan edi. Viloyatning 11 hududida ko'cha tadbirlari va maktab darslari bekor qilingan. Avstraliyaning janubiy sharqini o'rmon yong'inlari qamrab oldi. Yong'in birdaniga 2 shtatda, Viktoriya va Yangi Janubiy Uelsda davom etmoqda. Mahalliy hokimiyat 30 ming aholini evakuatsiya qilish to'g'risida buyruq chiqardi. Kuchli shamol va quruq issiq ob-havo tufayli olov deyarli nazoratsiz holga kelmoqda. Meteorologlarning ma'lum qilishicha, ayrim hududlarda termometr ko'rsatkichi 40 darajagacha ko'tarilgan. Milliy bog'lar tashrif buyuruvchilar uchun yopildi. Maktabda darslar to'xtatildi. Eslatib o'tamiz. Bundan 4 yil oldin mintaqa halokatli o'rmon yong'inlari zarar ko'rgan edi. Oqibatda yong'in 1,5 million gektardan ortiq ekinlarni yo'q qilgan. 33 kishi halok bo'lgan.
Amerikaning ikkita Ogayo va Michigan shtatlarida birdaniga kuchli tornado va bo'ron sodir bo'ldi. Tabiiy ofat natijasida ko'plab binolarning tomlari va devorlari shikastlangan. Yo'llarda daraxtlar qulagan, elektr uzatish liniyalari uzilgan. Minglab odamlar elektrsiz qolgan. Guvohlar vayronagarchilik oqibatlari aks etgan video tasvirlar bilan bo'lishmoqda. Qurbonlar va jarohatlanganlar haqida ma'lumot yo'q. Tornadoga aylanib ketishi mumkin bo'lgan kuchli bo'ronlar kelgusi bir necha kun ichida shtatlar bo'ylab harakatlanishi kutilmoqda. Davr axborot dasturi Davr intervyu sahifasi bilan davom etadi. Adliya vazirligi tomonidan ishlab chiqilgan tadbirkorlik sohasidagi ayrim byurokratik tartib-taomillarini bekor qilishga qaratilgan qonun qabul qilindi. Mazkur qonunda tadbirkorlik subyektining ustav fondini kamaytirish to'g'risida qaror qabul qilinganda kreditorlarni yozma ravishda xabardor qilish va ommaviy axborot vositalarida bu haqda e'lon berish tartibini bekor qilish, soliq to'lovchilarga soliq organlarining sayyor soliq tekshiruvlari va soliq auditi natijalari bo'yicha qabul qilgan qarorlari ustidan to'g'ridan-to'g'ri sudga shikoyat qilish huquqini berish nazarda tutilgan. Qonun bilan 4 ta qonunga o'zgartirishlar kiritildi. Xususan, Soliq kodeksida sayyor soliq tekshiruvlari va soliq auditi natijalari bo'yicha qabul qilgan qarorlar ustidan to'g'ridan-to'g'ri sudga shikoyat qilish mumkinligi belgilanmoqda. Bugungi kunga qadar tadbirkorlar sayyor soliq tekshiruvi va soliq auditi natijalaridan norozi bo'lgan taqdirda ularning shikoyatlari dastlab yuqori turuvchi soliq organi tomonidan ko'rib chiqilishi, shundan keyingina sudga shikoyat qilishlari belgilangan edi. Soliq kodeksiga mazkur o'zgartirish kiritilishi natijasida tadbirkorlik subyektlarining o'z huquqlarini sud orqali himoya qilish imkoniyati kengaytirilmoqda. Shuningdek, aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to'g'risidagi mas'uliyati cheklangan hamda qo'shimcha mas'uliyatli jamiyatlar to'g'risidagi, shuningdek, xo'jalik shirkatlari to'g'risidagi qonunlarga tadbirkorlik subyektlarining ustav fondini kamaytirish to'g'risida qaror qabul qilinganda, bu haqida kreditorlarni yozma ravishda xabardor qilish va ommaviy axborot vositalarida bu haqida e'lon berish majburiyatlarini bekor qilish bilan bog'liq o'zgartirishlar kiritildi. Bugun sizlarga taqdim etmoqchi bo'lgan xabar va yangiliklarimiz mana shulardan iborat edi. Davrga bo'lgan e'tiboringiz uchun tashakkur. Doimo o'zingiz va yaqinlaringiz salomatligini asrab avaylang. Keyingi dasturlarimiz orqali ko'rishguncha
hayotdagi hayot bergan kabi ko'zlaringga surtib o'parding uni. Mana qimmatligim yana bahor kelib, seni izlab yurdi, kezdi sarsari. Qishning yoqasidan tutib so'radi seni, u ham yosh to'kdi-yu, chekildi nari. Sen izlar ekan bo'lib shabboda. Sen yurgan bog'larni qidirib chiqdi. Yozib ko'rsatay deb husn ko'rkini, yashil yaproqlarni qidirib chiqdi. O'tmay sabrim tugab bo'ron bo'ldi-yu. Jarliklarga olib ketdi boshini, Farhod tog'lardan daraging izlab, soylarga qulatdi tog'ning toshini. Qirlarda ilk chiqqan quychivonlardan, qayda shoir deya aylaydi so'roq, barida sukunat, ma'yuslik ko'rib, horib charchab keldi, toqatlari toq. So'ngra jilo bo'lib kirdi yotog'imga. Xulkar va omonning o'pti yuzidan singib yosh